Do'konimizga mana shunaqangi настольный futbol olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu futbolimizni mana futbol, keyin do'stga salmashadi hokkey, keyin ping-pong, keyin bu yoqda bilyard xonasi bor edi. Sifati yaxshi, yog'ochdan ishlangan. Balandligi 30 sm chiqadi, uzunligi 80 sm. Tanka bormi? 69 ga endi 28 ekan. Ko'rib turganingizdek sifati yaxshi. Yusuf yoqqa o'tingiz. Hozir o'ynab ko'rsatib beramiz. Ikkita tomondan o'ynasa ham, bu tomonda shotlari bo'ladi. Hozir bizga Yusuf yordam berdi, kechagi bola. Mana ko'rib turganingizdek. Ichida ko'p to'ylar ham chiqadi. Hop, men ko'kmanmi o'shanda? Bo'lsiz. Bo'ldan oqman. Uring. Uring ikkita. Qisqasi shu shaklda o'ynaladi. Sifati yaxshi. Ko'rib turganingizdek. Hop. O'zini bitta koptogi bo'ladi ichida bunda. Ikkita koptogi chiqargan shunaqangi koptochasi bor. Endi uni ustini o'zgartirib ko'rsatib beramiz. Shoshmang. Bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek shunday yechiladi. Usti yechildi. Teg tarafi bo'sh. Alohida buni ustulga qo'yib o'ynasa ham bo'ladi. Orqa tomonga qo'yib turing. Ping-pong, yasash. Mana asli ko'rsangiz. Jarayonni. Xo'sh. Ping-pongimizni ana yasash ham qiyin emas. Oson. Ko'rib turganingizda oson. Xo'p. Kichkina o'zini mashinaning ikkita raketkasi, o'zini mashinaning tennisda sharik bo'ladi. Sifati yaxshi. Mana ikkinchi o'yini. Men o'yinni so'radim. Xo'p, buni orqa tomonga o'giriladi. Orqa tomonga o'giriladi. Hokkey bo'ladi. Hokkey mana bu tomonda mana har xil anaqa yig'sa ham bo'ladi shotlarini. Necha bo'lganligi. Keyin ichida mana shunaqangi o'zini hokkey donachalari chiqadi. Shunaqa o'ynasa bo'ladi. Hop, bu 3-chi ko'rinishi. O'zgartiring. Oxirgisi bilyard bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bilyard ustuli ham vaqtdan ishlangan. Shotkasi bor, komplektori. Keyin mana shunaqangi to'g'ri narsasi bo'ladi, bilyardchilarda o'zini shunaqangi bilyard cho'pi bo'ladi ikkita tomon. Keyin tennis, bilyard toshlari bo'ladi. Anamda yeri manti toshiydi, tennis. Chiqib keturimni anaqa qolsangiz, kashi dodo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek mana shunaqa tarzoni bo'ladi. O'zi kilkilari bo'ladi, mana o'zi toshlari, toshi ham sifati yaxshi ishlangan. 615 mingga 635 mingga 4 ta o'yin bitta jamlangan. Do'konimizda sotuvda bor. Do'konimizni kutib qolamiz.